Do'stlarim, vatandoshlarim, obunachilarim, Jizzax viloyatidan efir qilamiz. Mana ketayotgan yo'limiz Jizzax, Paxtakor, Do'stlik, Gagarin yo'li. Mana ko'ringizlar, yangi to'shalgan asfalt. Narigi betni qarang, narigi betda esa mana narigi bultur bu preslagan chetlarini, hali u tomon to'shalmagan. Mana bu tarafimiz do'stlarim, mana ko'ringizlar, 3-yo'l qatorga asfaltlar to'shaldi mana. 3 qator yo'l bo'ladi. Oldin 2 qator yo'l edi. Mana bu yo'limiz kamida 8 metr, 9 metrlik uzun yo'l bo'ldi mana. 3 qator yo'l. Shuning uchun Jizzax viloyati hozir Paxtakor tumanidan ketayapmiz. Mana bu taraflari mana ko'ringizlar, asfalt to'shashga zamin yaratilyapti mana. Mana bu chekalari. Mana bu taraf qo'shimcha mana bu taraf ko'ringizlar, qo'shimcha yangi asfaltda to'shalgan. Mana ko'ringizlar, Chamanzor qishlog'idan o'tayapmiz. Mana bu yo'l hisoblab ko'ring, mana ko'ringizlar, mana yo'lda 3 qator yo'l mana bo'ldi mana. Qarab ko'ringizlar, mana 3 qator yo'l. Bemalol 3 ta qator yo'lda harakat davom etadi mana. Orasini ko'ryapsiz. Mana bu 3-qator do'stlarim mana. Mana bu 3-qator. Mana bu ko'ringizlar. 3-qator yo'llarimiz. 3-qator yo'llarimiz mana Mustaqillik bayramimizning 35 yillik to'yonasiga avtoyo'l Jizzax viloyati bosh boshqarmasining mana muhandis ishchilari, asfaltchilari, betonchilari mana shu ishlarni, asfaltlarni qilib Jizzaximiz haydovchilariga, Jizzaximiz xalqiga, Jizzax yo'lovchilariga mana topshirmoqchilar do'stlar. Narigi betni ko'ring, narigi bet esa 2 qator. Unga ham hali kelgusida Mustaqillik bayramigacha hech gap emas, yangi asfaltlar to'shab yuborsa, mana xuddi shunday tekis, ravon 3 qatorlik yo'llar mana yangidan asfalt to'shaladilar. Mana ko'ringizlar, mana yangi to'shalgan asfalt 3-qator bo'ladi do'stlarim. Shuning uchun mana texnikalarimiz ko'payyapti. Mana Jizzax shahrimizda o'zida mana 3-4 ta mashina zavodlari bor. Minglab mashina chiqaryapti. Bu ketishda 3 qator emas, 4 qator yo'llar kerak bo'ladi. Mana ko'ringizlar, yo'lchilarimiz asfalt to'shash ishlarini mana jadal olib boryapti. Mana jadal. Hozir mana tushlik payti. Shuning uchun asfaltni kutyapti mana haydovchilar. Chizib olishgan. Chiziqlarni chizib olishganlar. Mana ko'ringizlar, asfaltchilarimiz mana tayyor. Asfaltlarni mana to'shashga, ta'mirlashga barcha ishlarni tayyor. Mana chuqurlarni qazibdi. Nima uchun qazgan? Mana bu taraflari esa asfalt to'shashga tayyor bo'lib turibdi. Shuning uchun Jizzax avtoyo'l bosh boshqarmasining boshlig'i Muzaffar ukamiz boshlig'ida asfaltchilarga, yo'lchilarga, betonchilarga, asfalt to'sh haydovchilarga barchasiga o'z rahmatimizni aytamiz. Yo'llarimiz tekis-ravon bo'laversin. O'zbekiston Respublikasi Mustaqillik bayramimizning 35 yillik to'yiga qolgan yo'llarimizni ham to'liq yangi asfaltlab to'yona qilib topshiraversinlar. Jizzax viloyati hokimi Ulug'bek Mavlonov boshchiligida yo'lchilarga shon sharaflar bo'lsinlar.